Ovozlari juda ham mashhur bir inson borlar. Yo'q. Men o'rganib qolganman yolg'izlikka, mana shuning uchun ham zerikmayman. Ana o'ng qo'lingizda Voy, uni qaraya gapimga yopishib qoldi. Kim yolg'on gapirdi? Boramiz. Qarab tur. Bolam meni Makkaga olib boradi. Hozir ular bilan ko'rishamiz. Ba'zi insonlar bor. Ularni ko'pchilik tanimasligi mumkin, lekin ularning ovozini butun bir avlod taniydi. Mukambar Rahimova o'zbek dublyaj san'atining afsonaviy aktrisasi va rejissyorlaridan biri. U kishi o'nlab mashhur filmlardagi qahramonlarga o'z ovozi orqali hayot bag'ishlagan. San'atga sadoqat, insonlarga mehr va kasbga hurmat, bularning barchasi u insonda rizqing mo'l bo'lsin, ijodiyligiga Alloh baraka bersin. Allohim hamma ishlarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Allohu akbar. Umringiz uzoq bo'lsin, Mukambar aya. Yana qaysi ustozlar bilan ish jarayonini tomosha qilishni xohlardingiz? Izohlarda fikringizni qoldiring.